Bo'lmasam yozib olishdan boshlandi. Teng kasrlar. Mavzu bo'yicha oxirgi marta teng kasrlar ko'rgan ekanmiz. Endi bugun kasrlarni qisqartirish degan mavzuni ko'ramiz. Kasrlarni qisqartirish eng ko'p ishlatiladigan va eng sodda usullardan bittasi, eng sodda narsalardan bittasi. Lekin eng ko'p ishlatiladi. Kasr borki, albatta ishlatiladi, lekin sodda, oson. Qaranglar. Bo'lmasam bunga yozamiz. Shu Wordga yozaveramiz. Kasrlarni qisqartirish. Bitta kasrni olaman. Hop, kasr chizig'i. Aytaylik, 24 taqsim 36 bo'lsin. Kasrni qisqartirish deganda, kasr surat bilan mahrajni bir xil songa ko'paytirsa ham bo'ladi, bir xil songa bo'lsa ham bo'ladi. O'sha bir xil songa bo'lish jarayonini qisqartirish deb ataymiz. Misol uchun 24 ni ham 36 ni ham 2 ga bo'lsam bo'ladi. 24 ham 2 ga bo'linadi, 36 ham 2 ga bo'linadi. 24 ni ham 36 ni ham 6 ga bo'lsak bo'ladi. Aynan shu jarayon bo'lish jarayonini qisqartirish deyiladi. Mana xohlaganimizni tanlaymiz. Kaottasini iloji boricha kattaroq sonni qidirib yurishimiz shart emas. Misol uchun 2 ga qisqartirmoqchi bo'lsak, 2 ga bo'laylik. 24 ni 2 ga bo'lsak, bitta bor, ikkita bor. 36 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, bitta bor, 8 ta bor. Xohlasak yana davom ettirib keting. Xohlasak teng deb 2 yozib olsak ham bo'laveradi. 12 taqsim 18. Endi buni yana qisqartiraylik. Hop, bu safar endi 6 ga qisqartiraylik. 12 ni 6 ga bo'ladigan bo'lsak, 3 bo'ladi. 2 bo'ladi. 2 bo'ladi. 18 ni 6 ga bo'ladigan bo'lsa 3 bo'ladi. Demak, javob 2 taqsim 3 bo'ladi. Mana shu holatda qolaveradi. Bir xil songa ko'paytirish, misol uchun aytaylik, 3 taqsim 4 soni bo'ladigan bo'lsa, ikkovini bir xil songa ko'paytirish ham mumkin. Ko'paytirsa 6 taqsim 8 bo'ladi. Va 3 taqsim 4 bilan 6 taqsim 8 teng hisoblanadi. Aynan kasrni surat mahrajiga bir xil songa ko'paytirish va bo'lish mumkin. Biz bo'lish jarayonini qisqartirish deymiz. Ya'ni ma'nosi qisqartirish deb ataladi. Shunga qarab bu yerga. Demak, ekran ko'rinyapti, yozib olish bor, ovoz eshitilyapti. Bo'ldi, davom etamiz. Xo'p, endi misollarga qaraylik, misollardan ko'raylik. Kasrlarni qisqartirish. Xo'p, yaqinlashtiramiz. Qaranglar, bu misolda aytayapti ekan, 4 taqsim 12. 4 tevadi 12 pastga kelyapti. Va ikkovini qaysi songa bo'lib buni hosil qilishimiz mumkin? 4 ni 12 ni, mana 4 taqsim 12 ni ikkalasini 2 ga ham bo'lib olsa bo'ladi. Misol uchun 4 2 ga bo'linadi, 12 2 ga bo'linadi. Va 4 ga bo'lib olsa ham bo'ladi. Hozirgi holat uchun 4 ga bo'lib olgan yaxshiroq. Ya'ni 4 4 ga bo'lsak 1, 12 ni 4 ga bo'lsak 3. Demak, o'shanda 1 taqsim 3 degan javob chiqadi. Agar 2 ga bo'lsak nima bo'lgan bo'lardi? Qaranglar. 2 ga bo'lsak 2 bo'ladi. 2 ga bo'lsak 6 bo'ladi. Va 2 taqsim 6 bo'ladimi? Bu yana qisqaradi. Ya'ni davom ettirish kerak bo'lib qoladi. 2 ga bo'lsak, ya'ni yana 2 ga bo'lamiz, 1 bo'ladi, yana 2 ga bo'lamiz, 3 bo'ladi. Noto'g'ri hisoblanmaydi. To'g'ri. Faqat zo'rg'a davom etadi xolos. Lekin men aytaman, eng katta sonni qidirib yurmanglar. Topganlaringga qisqartiraveringlar. O'ylanib o'tirgandan ko'ra tezda qisqartirgan yaxshiroq. 5 bilan 25 ga kelgangiz. Ikkovini bir xil songa bo'lsa bo'ladimi? Bo'ladi. Ikkalasini ham 5 ga bo'lsa bo'ladi. 5 5 ga bo'linadi, 25 ham 5 ga bo'linadi. 5 ni 5 ga bo'laylik, 1 qoladi. 25 ni 5 ga bo'lsa 5 qoladi. Demak, 1 taqsim 5. Mana 12 taqsim pastroq yozaylik. 12 taqsim 36. Endi 12 bilan 36 ni qaysi songa qisqartirsak bo'ladi? O'zi aslida 12 ga qisqartirsak bo'ladi, 12 ga bo'lsak bo'ladi, lekin topolmayapmizmi? 2 ga bo'linish alomati bor. Oxirgi raqami 2 ga bo'linsa bo'ldi. Shundan kelib chiqqan holatda topish oson. Juft sonlar 2 ga bo'linadi. Shundan kelib chiqib 2 ga bo'linishini ko'rib olsak bo'laveradi. 6 chiqadi. 2 ga bo'linsak 18 bo'ladi. Endi 6 bilan 18 kelyapti, bular ham juft son. Demak 2 ga bo'linadi. 2 ga bo'lsa 3 bo'ladi. 18 2 ga bo'lsa 9 bo'ladi. 3 bilan 9 endi 3 ga bo'linadi. 1 3 ga bo'lsa 3. 1 taqsim 3. Haligi 12 taqsim 36 ni ikkalasini 12 ga bo'lganimizda ham 1 3 chiqadi. Faqat tezroq chiqadi, xolos 1 taqsim 3.
Bu bilan bu nima farqi bor? Bu tezroq chiqdi xolos. Lekin javob to'g'ri. Aytmoqchi bo'lganim, kattaroq songa bo'linadigan topolmayapsizlar, topganlaringga bo'laveringlar. Farqi yo'q. Noto'g'ri bo'lmaydi. Mo'l ma'qul ko'raman men sizlarga. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim 12 ga bo'linishni ikkovini topolmayapmizmi? Qaysidir bitta songa bo'linishini topdingizmi, bo'lavering. Misol uchun 14 bilan 63 beribdi. Ikkovi ham 7 ga bo'linadi. 14 ni 7 ga bo'lsam 2, 63 ni ham 7 ga bo'lsam 9. Javob 2 taqsim 9 bo'ladi. 18 taqsim 108. 2 ga bo'laman. Qolgan songa bo'linish bo'linmasligini bilmadimmi? 2 ga aniq bo'lindi. 2 ga bo'lsam 9 bo'ladi. 105 108 ni 2 ga bo'lsam 10 ni ichida 5 ta bor, 8 ni ichida 4 ta bor, 54 bo'ladi. 9 bilan 54 9 ga bo'linadi. 9 ga bo'lsa 1, 9 ga bo'lsa 6. Chunki yotdan bilamiz, karada 9 kar 6 54. Tevada 1 qoldi, pastda 6 qoldi. Mana javob chiqdi. 50 bilan 225 5 ga bo'linadi ikkovi. Ashni ko'rdim 10 dan. 5 ga bo'linadigan bo'lsa 10. 5 ga bo'ladigan bo'lsa 22 ni ichida 5 tadan 4 ta bor, 2 qoldi. 25 ichida 5 ta bor. 225 ni 5 ga bo'lib oldim. Qaranglar, 22 ni ichida 5 tadan 4 ta bor dedim. 4 tasi 20 bo'ladi. Shuni hisobga qoldi 2. 2 ni yoniga 5 ta yozadigan bo'lsak, xayolimizda 25 bo'ladi. 25 ichida 5 tadan 5 ta bor. Mana 45. Yana 5 ga bo'laylik. 5 ga bo'linadi. 10 ni 5 ga bo'lsa 2, 45 ni 5 ga bo'lsa 9. Bu karrada bor. Taqsim 9 bo'lyapti. Keyingisi 48 u 576. 2 ga bo'linadi, shu aniq. Bundan kattaroq songa bo'linadimi, bo'lmaydimi, bilmayman, lekin 2 ga aniq bo'ldi. Demak, 2 ga bo'lamiz. 4 ichida 2 tadan 2 ta bor. 8 ichida 2 tadan 4 ta bor. 2 ga bo'lamiz. 5 ichida 2 tadan 2 ta bor. 4 bo'ladi, 1 qoldi. Yoniga 7 ni yozsak 17. Xayolimizda yozyapmiz. Mana 5 ichida 2 talikdan 2 ta bor bo'ldi. 2 tasi 4 bo'ladi, 1 qoldi. O'sha 1 ni yoniga xayolimizda keyingi raqamni 7 ni yozyapmiz. 17 ni ichida 2 talikdan 8 ta bor. 8 tasi 16 bo'ladi. 17 bo'lganligi uchun 1 qoldi. Yoniga keyingi raqamni yozsa yana 16 hosil bo'ladi. Xayolimizda yozyapmiz. 16 ni ichida 8 talik 2 talikdan yana 8 ta. 24 bilan 2 8. Bu yana 2 ga bo'ldi. Juft son ekan har holda. 1 u 2. 2 ni ichida 2 tadan bitta bor, 8 da 4 ta bor, 8 yana 4 ta bor. 2 ga bo'laylik 6, 2 ga bo'laylik 7 ta bor, 2 ta bor. 6 ni 2 ga bo'laylik yana 3. 2 ga bo'lyapmiz. 7 ni ichida 3 ta bor. 6 bo'ladi, 1 qoldi. 12 ni ichida 6 ta bor, 36. Bu endi 3 ga bo'lindi. 3 ga bo'lsa 1, 36 ni 3 ga bo'lsa 3 ni ichida bitta bor, 6 ni ichida 2 ta bor. Demak, 1 taqsim 12. Mana shunaqa bo'lishni men ma'qul ko'raman. Tevaga qarab, 2 ga qarab chiqib ketaveradi. Hech narsa qilmaydi. 1 taqsim 12 bo'ladi. Shu holatni ma'qul ko'raman. Qaranglar, bu holatda ishlasalar ham bo'ladi. 2 ga bo'ldi, keyin yana 2 ga bo'ldi, javob chiqadi. Bunaqa uzun o'ng tomonga olib ketishadi. Tuganmi? Bo'ladi, ishlaveradi. Lekin men 2 ga qarab olib ketaman. Menga shu ma'qul ko'rindi. Xo'p, yaxshi. Keyingi mashq. Keyingi mashqda 3 ta son beribdi. Bittasini, oxirgisini ishlab qo'yaylik. 222 234. Bo'ldi, ikkalachi ham juft sonmi? 2 ga bo'linadi. 2 ga bo'laman. Bitta bor ikkinchisida. Ikkinchisida bitta bor. Ikkinchisida bitta bor. Pastdagini 2 ga bo'lyapti. Ikkalasi ham bo'linishi shart bir xil songa. Bir xil songa bo'linishi shart. 2 ga bo'laman. Ikkinchisida bitta bor. Ichida bitta bor u 2 qoldi. 1 qoldi. 14 ichida 7 ta bor. Endi bularni nechaga bo'lsak bo'ladi? 3 ga bo'linish alomatini eslaringda bo'lsa, raqamlar yig'indisi 3 bo'lyapti. Raqamlar yig'indisi 9 bo'lyapti. 3 ga bo'linish alomati raqamlar yig'indisi 3 bo'lishi kerak. Demak, ikkalasi ham 3 ga bo'linadi. 3 ga bo'laylik. 11 ni ichida 3 talikdan 3 ta bor. 9 bo'lib 2 qoldi. 21 ni ichida 3 talikdan 7 ta bor. 117. 11 ni ichida 3 talikdan 3 ta bor u 2 qoldi. 27 ni ichida 9 ta bor. Demak, tevada 37, pastda 39 qolyapti. Bo'ldi, mana javob chiqdi. Shunga qo'yganini ishlab qo'yamiz. Keyingisi. Kasrlarni qisqartiring debdi. 2 ga qisqartirishimiz kerak ekan. Qaranglar, faqat 2 ga beribdi. Kasrlarni qisqartiring, 3 ga qisqartirishimiz kerak ekan keyingisini. Oxirgilarini ishlab qo'yamiz. 34 bilan 46 ni 2 ga bo'laylik bo'lsa. 3 ta ichida 2 talikdan bitta bor. Bittasi 2 bo'ladi, 1 qoldi. 14 ichida 7 ta bor. Nima qana ishlagan tushunyapsiz? Ekubekni ishlayotgan paytlarda shu usulni qo'llagansizlar, shu bo'lishdi. Xo'p, 4 ichida 2 talikdan 2 ta bor, 6 ichida 2 talikdan 3 ta bor. 17 taqsim 23 qolyapti. Boshqa yo'q. 17 taqsim 23. Qolgan misollarni ham ishlab qo'yamiz. Bular qisqardi. Bunda oxirgisini ishlab qo'yaylik buni. 3 ga bo'lyapmiz.
3 ichida 3 tadan bitta bor. 9 ichida 3 tadan 3 ta bor. 48. Buni ham 3 ga bo'lamiz. Ikkalasi ham bir xil songa bo'lishi kerak. 4 ichida 3 talik bitta bor. 3 bo'ladi va 1 qoldi. 18 ichida 6 ta bor. 13 taqsim 16. Bular qisqarmaydi, shunda qoladi. Tushundingmi? Bo'yalgan sohalarga mos teng kasrlarni yozing deyapti. Bo'yalgan sohasini kasr ko'rinishda yozmoqchimiz ekan, birinchi bo'lib mana shu yerda nechta to'rtburchak borligini sanaylik. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita, yettita, sakkizta katay bor ekan. 8 ta to'rtburchak. Kasr sig'imlarda jamini mahrajiga yozamiz. Qancha qismi bo'yalganligini topmoqchi bo'lsangiz, bo'yalganlar nechtaligini sanaylik. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta. To'rttasi bo'yalgan. 8 tadan 4tasi bo'yalgan. Mana. Endi bularni qisqartirish mumkin. Ya'ni 2 ga bo'lsak 2 qoladi, 2 ga bo'lsak 4 qoladi. Ya'ni 4 dan 2 desak ham bo'laveradi. Buni yana 2 ga bo'lsak 1 bo'ladi, 2 ga bo'lsak 2 bo'ladi. 1 taqsim 2 bo'ladi. Demak, bundan kelib chiqqan holatda 4 taqsim 8 imiz 2 taqsim 4 ga teng ekan, 2 taqsim 4 esa 1 taqsim 2 ga teng. Bo'ldi. Endi bunisini ham kasr ko'rinishda yozaylik. Jami nechta katay? Bitta, ikkita, uchta, to'rtta kataymi? 4ni mahrajiga yozamiz. Va bitta, ikkita katay bo'lgan. 4 ta kataydan 2 tasi bo'yalgan bo'lgan. Ha, bu chiqib qoldi. Demak, bu bilan bu teng ekan. Bularni qisqartirib olsangiz esa 1 taqsim 2 chiqadi. Bunda mana 2 ta kataydan bittasi bo'yalgan. 2 dan 1. Demak, to'ralasini bo'yalgan qismi teng ekan. Javob. Shunday. 6-si. Endi 4 ga qisqartiring debdi. Nechaga qisqartirishimiz kerakligini aytib qo'yibdi. Oxirgisini ishlab qo'yamiz. 36 ni 4 ga bo'lsam 9 karrada bormi? 40 ni 4 ga bo'lsam bitta bor, 0 ta bor. 9 taqsim 10 boshqa qisqarmaydi, shunda qolaveradi. Keyingisi B-si 6 ga qisqartiring debdi. 9 ni 6 ga bo'laman. 90 ni. 9 ni ichida 6 tadan bitta bor va bittasi 6 bo'ladi, 3 qoldi. O'sha 3 ta yoniga keyingi raqamni yozaman, ya'ni 30. 30 ni ichida 6 tadan 5 ta. Xo'p, 6 ga bo'lyapmiz. 12 ichida 6 tadan 2 ta bor, 6 ni ichida yana bitta bor. Demak, 15 taqsim 21 bo'ladi. Bitta yozib olaveraylik. 15 taqsim 21. Endi bularni 3 ga qisqartirsak bo'ladi. 15 ni 3 ga bo'lsak 5, 21 ni 3 ga bo'lsak 7. Tevada 5 kelyapti, pastda 7 kelyapti. Qisqartirib bo'ldik. Xo'p, umumiy bo'luvchilarni toping deyapti. Demak, o'sha qisqartirilayotgan sonni toping. Necha qisqartirilayotgan? 21 taqsim 35 dan 3 taqsim 5 hosil bo'lyapti ekan. Bunaqada 21 7 ga bo'lingan, 5 ham 7 ga bo'lingan. Demak, buni 7 ga bo'lsa 3 bo'lyapti. 7 ga bo'lsa 5 bo'lyapti. Qaysi songa qisqartirilyapsa 7 ga. Qaranglar, 18 taqsim 30 dan 3 taqsim 5 hosil qilyapti. Nechiga bo'lish orqali? Uni topishni 18 ni 3 ga bo'lish kerak. 6. 18 ni 3 ga bo'lsak 6, 30 ni ham 3 ga bo'lsak 6 ga demoqchi. 18 ni 6 ga bo'lsak 3 bo'ladi mana. 18 ni 6 ga bo'lsak 3 bo'ladi. 30 ni 6 ga bo'lsak 5 bo'ladi. Demak, 6 ga bo'lyapti. Ikkitasini qoldiraman. 12 bilan 20 ni nechaga qisqartirsak 3 taqsim 5 chiqadi. Shuni topishimiz kerak xolos. Tushundingmi? Keyingisi. Kasrlardan qaysi biri 60 taqsim 5 dan 40 ga va qaysilari 84 dan 36 ga teng? Qaranglar, buni topishdan oldin mana shu 60 taqsim 48 taqsim 60 ni qisqartirib yozib olaylik. Eng kichik holatda qaysi holatga to'g'ri kelishini topib olishimiz kerak. Xo'p, 48 taqsim 60. Mana shuni qisqartiradigan bo'lsak, 6 ga qisqartiraylik. 6 ga bo'lsak 10 bo'ladi. 48 ni 6 ga bo'lsak 8 bo'ladi. 8 ni taqsim 10 ni 2 ga bo'laylik. 2 ga bo'lsak 5 bo'ladi. 2 ga bo'lsak 4 bo'ladi. 4 taqsim 5. Demak, 60 dan 48 imiz 4 taqsim 5 ga teng bo'ladi. Endi qaysi kasr 4 taqsim 5 ga teng? Uning uchun hammasini qisqartirib chiqish kerak. Xo'p, 8 taqsim 10 ni 2 2 ga bo'laylik. 2 ga bo'lsa 2 qoladi. 2 ga bo'lsa 5 qoladi. Ya'ni 2 taqsim 5 ekan. Demak, ikkinchi kasr 4 taqsim degani aytgancha 2 ga bo'lsa 4 bo'ladi. 4 taqsim 5 ga teng bo'lyapti. Ikkinchi kasr 60 dan 48 ga teng ekan. Xo'p, 12 bilan 10 ni necha qisqartirsak bo'ladi? 2 ga qisqartirsak bo'ladi. 2 ga bo'lsa 6, 2 ga bo'lsa 5. 6 taqsim 5 bo'lyapti. Bunisi tengmas ekan. 24 taqsim 30 ni necha qisqartirsak bo'ladi? 6 ga bo'laylik. 6 ga bo'lsak 4, 6 ga bo'lsak 5. 4 taqsim 5 ekan. Demak, bu kasr ham to'g'ri kelyapti.
qaysi biri qisqartirsak 4/5 chiqsa va 36/84 ni ham qisqartiraylik. 84. Ikkovini 6 ga 4 ga bo'lib olaylik. 4 ga bo'lsa 9 bo'ladi, 4 ga bo'lsa 2 ta bor, bitta bor. Endi 3 ga bo'laylik. 3 ga bo'lsa 3 bo'ladi, 21 3 ga bo'lsa 7 bo'ladi. 3/7. Mana bularni hammasini qisqartirib chiqamiz. Qaysilari 4/5 chiqsa 48/60 bilan teng bo'ladi. Qaysilari 3/7 chiqsa 36/84 bilan teng bo'ladi. Mana bunisi ikkinchisi bilan teng. Tushundingmi? Bitta qarab qo'yaylik, yaxshi ketyaptimi? Demak, yozib olish bor, ovoz eshitilyapti va ekran ham ko'rinyapti. Keyin davom ettiramiz. Endi bo'lmasam, qaranglar. Tenglamani yechingibdi, qizilda berib qo'yibdi, murakkab bog'idan deb berilgani bu. Xo'p, S bilan D ishlab qo'yaman. Qaranglar. 63/84. 3 taqsim nechigadir aylanibdi. Demak, 63/84 ni nechiga qisqartirsak 3 bo'ladi. Uni bilish uchun o'zi aslida mana yoqqa 63/84 alohida qilib yozib olaman. To'payga yozaylik, mana yoqqa yozaylik 63/84. Mo tomonni alohida yozib oldim. Va bularni qisqartiraylik. Nechiga qisqartirsak bo'ladi? Birinchi bo'lib qaranglar 7 ga bo'linar ekan. 7 ga qisqartiraylik. 63 ni 7 ga bo'lsa 9. Buni 7 ga bo'lamiz. 807 yerda bitta bor. 1 qoldi. Yoniga 4 yozsa 14 bo'ladi. 14 ichi 2 ta. Endi buni 3 ga bo'lsak bo'ladi. 3 ga bo'lsa 3 bo'ladi. 12 ni 3 ga bo'lsa 4. 3/4. Qaranglar, 63/84 sonimiz, demak 3/4 ga teng ekan. Tushundingmi? Qaranglar, 3 ga 3 to'g'ri kelyapti suratni. Men ikki alohida yozaman. 3/4 teng 3/8/3. 8 minus 3. Demak, 3 bilan 3 to'g'ri kelyaptimi? 4 bilan 8 minus x to'g'ri kelishi kerak. X. Mana shu yerda. 8 minus x. Demak, 8 minus x'imiz 4 ga teng bo'lishi kerak. X ni topish uchun esa endi 8 dan 4 ayirsak bo'ldi, 4 ekan. Tushundingmi? Endi 120 bilan 140 ni qisqartiramiz. 120 taqsim 140. Qaysi tomonga qisqartiraylik? Albatta, ikkovi ham 0 bilan tugayaptimi? Bittadan 0 ni o'chirib yuborib, 10 ga qisqartirdim desa bo'laveradi. Endi 12 taqsim 14 2 ga bo'laylik. 2 ga bo'lsak 6 bo'ladi, 2 ga bo'lsak 7 bo'ladi. Demak, 120 taqsim 140 ni qisqartirsak 6 taqsim 7 bo'ladi. 9 minus x taqsim 7 mana. O'ng tomongisini yozdim. 7 bilan 7 teng bo'lyapti. 6 bilan endi 9 minus x teng bo'lishi kerak. 9 minus x teng 6. Endi bunda ham x teng 9 minus 6 desa yetarli bo'ladi mana 3. Tushundingmi? Xo'p, yaxshi. Xo'p, endi qaranglar. 18 taqsim 28. Keyingi misolga o'tamiz. 28 ni nechigadir bo'lib 14 hosil qildik. Albatta, buni topish uchun 28 ni 14 ga bo'lish kerak. 2 ga. Demak, 28 ni 2 ga bo'lib 14 hosil qilgan bo'lsa, 18 ni ham 2 ga bo'lishimiz kerak, 9 hosil qiladi. 35 ni nechigadir bo'lib 7 hosil qildik. Nechiga? Uni topish uchun 35 ni 7 ga bo'lish kerak. 35 ni 7 ga bo'lsa 5 bo'ladi. Demak, 35 ni 5 ga bo'lib 7 hosil. Unda 45 ni 7 ga bo'lishga majbur. 9 chiqadi. Chunki surat bilan mahraj bir xil songa bo'linishi shart. Tushundingmi? 450 taqsim 550 da qisqartirgan ekan 11 dan nechidir hosil bo'ldi. Qisqartiramiz. 450 bilan 550 ni ikkovini shunday qisqartiribdiki, mahrajda 11 qolishi kerak. Birinchi bo'lib 0 dan o'chiraylik. 45 taqsim 55 bo'ladi. Ikkovini endi 5 ga bo'laylik. 5 ga bo'lsa 11, 5 ga bo'lsa 9. Demak, 9 taqsim 11 bo'lyapti ekan, mana 9 taqsim 11 chiqyapti. Mahrajda 11 bo'lgan payti suratda 9 bo'lishi kerak. Demak, mana 9. Tushundingmi? Yaxshi. Qaranglar, 220 ni nechigadir bo'lgan ekan 1 chiqdi. Albatta 220 ni o'ziga bo'lish kerak. 220 ga bo'lsak 1 chiqadi, 220 ga bo'lsa 2 chiqadi. Demak, mahrajda 2. Tushundingmi? Yaxshi, keyingisi. Qaranglar, shu ko'rinishda topishimizni so'rayapti, endi shu ko'rinishda topamiz. Xo'p, birinchi ikkovini qaranglar, 40 ni 2 ga bo'lib yozing deyapti. 40 ni 2 ga bo'lib yozadigan bo'lsa 20 chiqadi. Ha, pastni nechiga bo'lib yozasiz? Tevani 2 ga bo'ldikmi? Pastni ham albatta 2 ga bo'lishga majburmiz.
Sababi surat bilan mahraj bir xil songa bo'lishgan. 60 ni ham 2 ga bo'lsa 30, ya'ni 20 dan 30 degan son hosil bo'ladi. Endi keyingisi aytyapti. 40 ni nechigadir bo'lgan ekan, so'roq deyapti. 60 ni nechigadir bo'lgan ekan 15. Savol: 60 ni nechiga bo'lsa 15 chiqadi? Buni topish uchun 60 ni o'zini 15 ga bo'lish kerak. 60 ni 15 ga bo'lsa 4. Demak, 60 ni 4 ga bo'lsak 15 chiqyapti. Mana 4. Men yozib qo'ydim so'roqni yoniga. 60 ni 4 ga bo'lyapti ekanmi? 40 ni ham 4 ga bo'lish shart. 44 ga bo'ladigan bo'lsa 10 bo'ladi. Xo'p, endi keyingisi. Oxirida eng qisqa holatga boring deydi. Yana bittamasini topib qo'yishimiz kerak. Ya'ni 40 taqsim 40 dan 60 ni eng katta qaysi sonlarga qisqartirsak bo'ladi? 20 ga qisqartirsak. 40 ni 20 ga bo'ladigan bo'lsa, mana men 20 yozyapman. 40 ni 20 ga bo'ladigan bo'lsak 2 bo'ladi. 60 ni 20 ga bo'ladigan bo'lsa, mana men yozib qo'yapman, 3 bo'ladi. Mana shu. Keyingisini ham shunaqa qilib o'zimiz ishlaymiz. 12-ni qaranglar. N ning qanday natural qiymatida kasr qisqaradigan kasr hosil bo'ladi degan ma'no aytyapti ekan. Davom ettiramiz. Qaranglar. 2 yozaylik. Hop, 20 minusdan 4 taqsim 24. Aytayaptiki, savolda n ning qanday natural qiymati aks bo'yicha qisqaradigan kasr hosil bo'ladi. N taqsim 24. Hamma yerda o'zida ham yozsak bo'ladi. 20 dan nechindir ayirsak 24 bilan bo'linadigan son hosil bo'lsa bo'ladi. Qaranglar. Endi o'rniga agar 1 qo'ysam 20 minus 1, ya'ni 19 hosil bo'ladi. 19 hosil bo'lganda 24 bilan bo'linadi. 2 qo'yaylik endi o'rniga. N teng bu bir boshdan qo'yib ketaveramiz sonlarni. N teng demak 1 bo'lganda to'g'ri kelmaydi. 2 bo'lganda nima ayrilgan 2 bo'lib turib 18 hosil bo'ladi. 18 bilan 24 qisqaradi. 2 12 ga bo'lsa bo'ladi. Demak, 2 ni olishimiz kerak. 3 ta ayrilgan bo'lsa 20 ayrilgan 3 17 bo'ladi. 17 bilan 24 esa bir xil songa bo'lib bo'lmaydi. 4 keyingisi. 20 dan 4 ayiramiz endi. 20 ayrilgan 4. 20 dan 4 ayrilgan bo'lsa 16 bo'ladi. 16 bilan 24 esa qisqaradi. Demak, 4 ni olamiz. Keyingisi 5 ta oladigan bo'lsa 20 ayrilgan 5. 15 taqsim 24 bo'ladi. 15 taqsim 24 da ikkovini ham 3 ga bo'lsa bo'ladi. Demak, 5 ta ham olarkanmiz. Xo'p, keyingisi 6. 20 dan 6 ni ayirsak 14 bo'ladi. Juft son hosil bo'lyapti. 14 taqsim 24, bu ham qisqaradi. Juft son hosil bo'ldimi suratda? Albatta bo'linadi. Oddiyroq aytganda 2 bilan 3 ga bo'linadigan son bo'lsa bo'ldi. Xo'p, keyingisi 7 deylik. 20 dan 7 ni ayirsak 13 bo'lyapti. Tut son bo'lib qoladi. Demak, bu bo'lmaydi. Keyingi 8. 8 ni oladigan bo'lsak 20 dan 8 ayirsak 12 bo'ladi. 12 bilan 24 albatta qisqaradi. Demak, 8 ni ham olamiz. 9. 20 dan 9 ayirsak 11. Tut son bo'lib qoladi, to'g'ri kelmaydi. Keyingisiga 10 olaylik. 20 dan 10 ayirsak 10 bo'ladi. 10 bilan 24 2 ga qisqaradi. Demak, 10 ni ham olamiz. Xo'p, endi 11. 20 dan 11 ayirsak 9 hosil bo'ladi. 9 bilan 24 3 ga qisqaradi. Demak, 9 ni ham olamiz. Xo'p, keyingisi 12. 20 dan 12 ni ayirsak 8 bo'ladi. 8 bilan 24 ham qisqaradi. Juft son bo'ldiki, qisqaradi. 13. 20 dan 13 ayirsak 7 bo'ladi. 7 bilan 24 qisqarmaydi. 7 tut son. Keyingisi 14. 20 dan 14 ayirsak ham qisqaradi. 15 ta ayirsak 5 bo'lib qoladi, qisqarmaydi. 16 bilan qisqaradi. 17 bilan 3 bo'lib qoladi, qisqaradi. 17 bilan ham qisqaradi. Chunki 20 dan 17 ni ayirsak 3 chiqadi. 3 bilan 24 3 ga bo'linadi. Demak, 17 ham bo'ldi. 18 ham bo'ladi bu yerda. 20 dan 18 ni ayirsak 2. 2 bilan 24 qisqaradi, lekin 19 bo'lmaydi. 20 dan 19 ayirsak 1 qoladi. O'zi eng qisqaradigan qoladi. Qisqarmaydigan kasr hosil bo'ladi. Qisqarmaydigan yozmaganlarimiz xolos endi birdan yozmaganlarimiz bo'ladi. Shunday. Keyingisi 13-chi. Kasrlarni qisqartiring debdi. 15 bilan 20 ni bir xil songa bo'lishimiz kerak. 5 ga bo'lsak bo'ladi. 3 bo'ladi. 5 ga bo'lsak bo'ladi, 4 bo'ladi. Ya'ni 3 taqsim 4. Xo'p, bu sirtini ishlab qo'yaylik. Endi 18 bilan 90.
Ikkovini ham 2 ga bo'lsak bo'ladi. 2 ga bo'lsak 9, 2 ga bo'lsak 4 ta bor, 5 ta bor. 3 ga bo'lsak, endi 3 ga bo'lsak 3, 3 ga bo'lsak 9 bo'ladi. 3 ga bo'lsak 15 bo'ladi. Kelinlar mana shuni 3 ga emas, bir yo'l 9 ga bo'laylik. 9 ga bo'lsak 1 bo'ladi. 9 ga bo'lsak 5 bo'ladi. Demak 1 taqsim 5 ekan. Mana javob chiqdi. Keyingisi, bo'yalgan sohalarni kasrlarda ifodalang. Qaranglar, bunda yana o'sha usul. Hammasini nechta bo'lak borligini sanab chiqamiz. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta. 9 ta bo'lak bor ekan, nechtasi bo'yalgan? 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 tasi bo'yalgan. 6 taqsim 9 qisqaradi 3 ga, agar qisqartirish kerak bo'lsa. Qaranglar, bunday bo'lak nechta? 1 ta, 2 ta, 3 ta. 3 ta bo'lak bor, nechtasi bo'yalgan? Bittasi bo'yalgan. 6 taqsim 9 bilan 3 dan 1 teng. Chunki ikkovini 3 ga bo'lsak bo'ladi. Qisqartirsak bo'ladi. Teng emas ekan. 3 ga bo'lsak 2 bo'ladi. 3 ga bo'lsa 3 bo'ladi. 2 taqsim 3. Teng emas ekan. Bu 3 dan 2 ekan, bu 3 dan 1. Shunga, demak, qanaqa qilib qismini olishni hisoblashni tushunib oldik. Hammasini sanaymiz, mahrajga yozamiz. Va nechtasi bo'yalgan bo'lsa, bo'yalganini tevasiga yozamiz. Shunda javob chiqadi. Shunga 15 kasrlarni 2 ga qisqartiriladi. Demak, 42 ni 2 ga bo'lamiz. Oxirgi ishlab qo'yapman. 2 ta bor, 1 ta bor. 58 ni 2 ga bo'lamiz. 2 ta bor, 4 bo'ladi. 1 qoldi. 18 ichi 9 ta bor. Bo'ldi, mana 21 taqsim 29 chiqadi. Xo'p, bunisini ham oxirgisini ishlab qo'yamiz. Kasrlarni 3 ga bo'ling deyapti. 51 ni 3 ga bo'lamiz, qaranglar. 5 ni ichida 3 talidan 1 ta bor, 2 qoldi. 21 ni ichida 7 ta bor. Kubik topayotganlaringda, turk ko'paytirishlar ajratayotganlaringda shu narsani ko'rgansizlar. 60 ni ichida 3 ta, 6 ni ichida 3 talida 2 ta bor, 0 ni ichida 0 ta bor. 17 taqsim 20. Bo'ldi, mana javob chiqdi. Bag'iga keyingi mavzu ekan, kasrlarni umumiy mahrajga keltirish. Bo'ldi, bugungi mavzu shu bilan tugadi. Yozib olishni to'xtatamiz.